Alaykum do'stlar, bugun Faxr Mosh markazida juda ham katta yangilik. Bu yangilikni bilishdan oldin like va podpiskani bosib qo'ying, qani bo'lmasam ketdik. Hozirgi kunga kelib, ko'pchilik mijozlarimizni fikriga binoan biz ikkinchi filialni ochdik. Ikkinchi filial ochgandan so'ng ko'pchilik so'ragandi, bonuslar yo'qmi, qanaqadir yangiliklarda so'rab qo'yishmadi. Oxiri biz katta bonusga start berdik. Bu qanaqa bonus bo'ladigan desangiz, 10+1. Ya'ni siz birdaniga 10 ta oshni oladigan bo'lsangiz, bitta oshimizni sizga tekinga beraveramiz. Bundan tashqari ko'p mijozlarimiz bizdan ko'p ovqatlarni Saboyga olib ketishadi. O'shalarga ham birmuncha bonuslarimiz mavjud. Ko'pchilik so'rashadi bizdan, ya'ni dastavkalaring mavjudmi, olib borib tashlaysizlarmi deb so'rashadi. Ha, albatta mavjud. Angrening xohlagan joyiga biz o'z ovqatlarimizni sizlarga dastavka qilib berishimiz mumkin. Faxr Mosh markaziga xush kelibsizlar.